Keling, nima kerak ekan? Telefoningizdan telefon qilsam bo'ladimi? Bo'ladi. Mana. Telefoningiz paroli nechi? 20-13. Prosta yoshligidan tarbiya qilyapman-da. O'zingizni parolingiz nechi? 19-60. Nimaga? Pul uchunmi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar bu yil o'qishga kirmasak bo'lmaydi. Qattiq tayyorlanish kerak. Bo'ldi, xo'p oyijon. Maktabimga yetib borgandan keyin telefon qilib qo'yaman. Yaxshi o'tiring. Hasan, maktabimizga keyin yangi qiz shu bo'ladi. Abdazim, shu qizni nomerini olsang bitta abetmanda. Bo'ldi. Abis tayyor qilib turar, hozir kelaman. Qani ko'ramizda. Yaxshi qiz, avtobus kutyapman. Gap ochishga boshqa bahona topolmadingizmi? Yaxshi qiz, siz meni neta uchun olsiz. Bu yerda bitta o'zingiz avtobus kutib turishingiz g'alati. Tем более avtobus hali beri kelmaydi. Yuring, men sizni o'zim kuzatib qo'yaman. Siz ham 5-maktabda o'qiysizmi? Ha, men 11 yildan beri 5-maktabda o'qiyman. Biz ham yaqinda Toshkentdan ko'chib keldik. Endi men ham shu maktabda o'qiyman. Yuring endi. Bitta abetga tushdik-ku, o'rab qo'ydik. Shunaqaga o'xshaydi, sen aytganchalik bor ekan. Yurchi. Mana shu maktab bizning maktab bo'ladi. Доедешь, пиши мне для души. Нам пора, давай без возни. Куртку накинь, сумку возьми. Кокос в раковину, бабоса наполовину. Sizni kutubxonada ko'ramanmi deb hech o'ylamagandim. O'qishga tayyorlanayotgandim. Bu yil o'qishga kirmasam bo'lmaydi. Bu yil men ham o'qishga kirmasam bo'lmaydi. Qaysi o'qishga topshirmoqchisiz? Yuridическийga uydagilarim shuni xohlashyapti. Sizlar tarafda yuridическийga o'qishga kirish uchun sevgi haqida kitob o'qish kerakmi? Ayyo, bu kitob menga shunchaki yoqib qoldi. Siz hozir bunaqa kitoblarga hayolingizni chalg'itmang. Yuridическийga o'qishga kirishingiz kerak. Yuring, undan ko'ra foydali kitob o'qiymiz. Siz yuridическийga kirmoqchi edingiz, to'g'rimi? Birinchi o'rinda o'z huquqlaringizni bilishingiz kerak. Keyin konstitutsiyani ham. Ana sevgi muhabbat kitobingizdan ancha foydasi tegadi. Yuring. Siz qayerga o'qishga topshirmoqchisiz? Men ham yuridическийga o'qishga topshiraman. Hasan, maktabimizga yangi qiz kelsa, sen ham Abdazimga o'xshab meni chopib ketmaysanmi? Yo'q, men bunaqa emasman. Sallaga shu gap kerakmidi hozir?